Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Biz bugun mana Xudo xohlasa montaj usulini sizlarga qilib ko'rsatmoqchiman. Oddiy usulu, lekin samarali. Natijasi bo'lgan, ko'rgansizlar videolarimda. O'shalarni qanaqa bo'lyapti, montajda ko'rsating deb kommentariyada yozgan ekanlar. O'shanga biz atvet qilib qo'yapmiz. Bu endi boshlang'ich nimalarga, haligi nima deydi? Baliq oviga qiziqqan odamlarga kimdir bilsa, nima qilsa, negativ yozmanglar demoqchiman. Qani biz boshladik. Qani biz boshladik. Marta tortib mana. Bundoq tortsak o'zi oxirigacha yirib qoladi. 6 marta. Oxirgisi mana 7-chi marta bitta o'zini shuna tortib qo'yiladi. Bu ancha samarali, uzilmaydi mana. Ham tushganda ham tekis turadi. Suvda ham. Birinchi nima toshni o'tkazib oldiz deganlarga yana bitta nima lavha deydimi? Ko'ryapti? Naqli o'rtasidan bayloqlanadi. Bir. Buni xuddi o'shaqa. 2. 3, 4, 5, 6, 7 mana. Bo'lganimizdan so'ng bitta tortamiz. Pastroq qo'yiladi barcha. Bunaqa holatga keladi. Buni bir tarafini kesib tashlaymiz. 35 santimetr joy qoldi. Endi bunga kurchoyimizni o'tkazamiz. Mana kurchoy tanlab qo'yganman. Meniki uchun juda zo'r kurchoy. O'zidan chiqqan qaytarib kirgizib turib, bunda 1, 2, 3, 4, 5 mana. 5 marta o'tkazib turib, buni ham mana. Mana birinchi qaytganini chotki bo'ldi. Donka uslubida shunaqa bo'ladi. Toshdan 35 santimetr bag'ri turibdi. Tosh mekka bo'lganda bu yerda suvda shilbirab turish kerak edi. Baliq ana biz boshladik. Marta tortib turib mana. Bundoq tortsak o'zi oxirigacha yirib qoladi.
6 marta. Oxirgisi mana 7-chi marta bitta o'zini shundoq tortib qo'yiladi. Bu ancha samarali, uzilmaydi mana. Ham tushganda ham tekis turadi. Suvda ham. Birinchi nima tosh to'tkisi oldingiz deganlarga yana bitta nima lavha deydimi? Ko'ryapti? Naqli o'rtasidan aylanadi. Bir. Buni xuddi o'shaqa. 2. 3. 4. 5. 6. 7 mana. Bo'lganimizdan so'ng bitta tortamiz. Pastroq qo'yiladi barcha. Bunaqa holatga keladi. Buni bir tarafini kesib tashlaymiz. 35 santimetr joy qoldi. Endi bunga kurchoyimizni o'tkazamiz. Mana kurchoy tanlab qo'yganman. Meniki uchun juda zo'r kurchoy. O'zidan chiqqani qaytarib kirgizib turib, bunda 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 mana. 5 marta o'tkazib turib, buni ham mana. Mana birinchi qaytganini chotki bo'ldi. Donka uslubida shunaqa bo'ladi. Toshdan 35 santimetr bag'da turibdi. Tosh mekka bo'lganda bu yerda suvda shilbirab turishi kerak. Baliq qo'qadi olsa, kaltaroq qilib qo'ysangiz. Bu mana poki yo'q, ko'ryapsizlar. Bu donka uslubidagi. Bunimiz tayyor mana. Mana ko'rdilaring, ikki xil uslubda tayyorlandi. Bittasi pokagli, bittasi otma holatda tayyorlandi. Buni endi xudo xolasa ertaga sinaymiz. Video yoqdi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like tugmachasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan keyingi videolarimizni ko'rib tomosha qilinglar, xudo xolasa.